Rahmat, bezovta qilmaymiz, sog' bo'linglar. Xo'p. Assalomu alaykum, yana bir marta bezovta qilyapmiz yana bir insonni. Bu O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmatida ishlaydi bu yigit. Ismi Islom Ro'ziyev. Necha yildan beri ishlaysiz, Islom? Matbuot xizmatida ishlayotganimga 8 yil bo'lyapti. Ungacha o'zingiz bilan birga Milliy teleradiokompaniyada kompaniyada ishladik birga. Umuman bu sohada 16 yil bo'lyapti ishlayotganim, media sohasida. Islomni tanigan bo'lsangiz, Islomni ko'pincha maydonda ko'rishadi, fotoapparat bilan. Islom aynan futbolistlarni tepayotganini, kallasini urayotganini, sakrayotganini oladi. Nechta kadr olasamiz sizlar bitta matchda? Bitta o'yinda o'rtacha 2000-3000 ta rasm chiqadi. Chunki futbol juda ham tez o'yin. Rasm ushlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun seriyaning fotoning ichidan eng yaxshilarini tanlash kerak bo'ladi har doim. Hozir eng katta mez yuklama sana yelkangda, sana gaplarida. Hayajonlaring qanaqa? Hayajon hozir bolalarga aytdim, kirib kelishayotganda nahotki biz boramiz jahon chempionatiga degan xayol keldi. Bayrog'imiz qilpirar, yuraklar tez-tez urar, vatan uchun yigitlar. Birinchi navbatda. Chunki baribir bu komandada o'zi jahon chempionatida qatnashish bitta katta baxt bo'lsa, orzu bo'lsa, uni ichida bitta o'sha shaxs bo'lib ishlayotganimiz bu 2 barobar quvonch oilamizga ham hamma uchun. Qaysi futbolchini ushlash osonroq yoki qaysi futbolchi haqiqatan senga qadar ishlaydi? Yo'q, bu hammaniga juda samimiy, har doim nima desa yo'q deyishmaydi. Hamma futbolchi yaxshi. Yaxshi, maydonda. Maydonda ham, hayotda ham har doim aka-uka bo'lib harakat qilamiz. Nimadir iltimos qilsa yo'q deyishmaydi hech qachon. Endi mayli, seni juda ham ko'p matchlarda foto reportyor sifatida ko'rganman. O'zi qaysi matching senga haqiqatan fotograf sifatida yoqqan? Men Saudiya Arabistonida bo'lgan elit liga chempionovda ishladim. O'sha yerda yaxshi o'yinlar ko'p bo'ldi. O'sha o'yinlar, o'sha finallarda ishlaganim ko'proq qiziq bo'ldi menga. Rasmlar ham chiroyli chiqdi, sifati ham, o'yin ham chiroyli bo'ldi. Fotograf kimning orqasidan yuradi? To'pni orqasidan yuradimi yoki sportsmen orqasidan Yo'q, yuradimi? endi vazifasiga qarab. Agar sportsmenni olmoqchi bo'lsa, lekin u to'psiz bo'lsa, u qiziqmas kadr bo'ladi. Shuning uchun baribir to'p bilan ushlashga harakat qilinadi. Bu yigitga hurmatim baland, nihoyatda mehnatkash, nihoyatda samimiy. Omad tilayman, chiroyli bo'lsin hamma kadrlaring. Gollarni ko'p olgan kadrlaring bo'lsin. Rahmat, Yaxshi yetib aytganingiz kelsin. borgan. Rahmat.